Bachadon bo'yningiz mana bu holatga yaqinlashib qolgan. Buni biz eroziya deymiz, yallig'lanish. Agar biz buni oldini olib tezda lecheniya qilmasak, mana shu holatga kelib qoladi. Sizda siydik tutolmaslik, tez hojatga chiqishlar. Hozir sizda stolda ko'rganda o'sha aniq bo'ldi. 3-darajali bachadon tushishi ko'rinyapti. Agar biz buni ham bachadonni ham ko'tarmasak, mana bu holatga kelib qolasiz. Buni bitta qarashda tushunmasligingiz mumkin nimaligini. Bu prolaps, bachadonda to'liq tushishi, xuddi bola tuqqandek tug'ilib qoladi bachadon. Keyin buni biz olib tashlashimizga to'g'ri keladi. Bachadon ayol organizmiga juda ham kerak. Juda ham kerakli gormonlarni ishlab chiqarib beradi. O'shaning uchun biz ilojini boricha bachadon saqlab qolishga harakat qilamiz. Agar siz hozirdan harakat qilib, lecheniyani olib bachadonni ko'tarmasangiz, mana shu holatlarga keladi aniq. Men sizga hozir birinchi o'rinda siydik leykotsitlaringiz yuqori chiqqanligi uchun lecheniya yozaman.